Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Taqimli yoshdan oshgan pensionerlarga behis 70 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu mavzu faqat taqimli yoshdan oshgan otaxon va onaxonlarga emas, balki ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va yaqinlari ham bevosita tegishli. Chunki ko'p oilalarda keksalar o'z haq-huquqlarini to'liq bilmaydi. Ayrim hollarda hujjatdagi kichik xato yoki murojaat qilinmagani sababli pul vaqtida olinmay qoladi. Men bugun sizga bu qo'shimcha to'lov kimlarga berilishi, qanday hisoblanishi, nimalarga e'tibor berish kerakligi, qaysi holatlarda muammo chiqishi mumkinligi va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta nozik jihatni o'tkazib yuborsangiz, oilangizdagi pensioner kishi o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmasligi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni taqimli yoshdan oshgan yaqinlari bor tanishlaringizga yuboring. Avvalo, masalaning eng asosiy joyini tushunib olaylik. Pensioner taqimli yoshga to'lgandan keyin davlat tomonidan unga alohida e'tibor kuchayadi. Sababi bu yoshdagi insonlar ko'pincha doimiy parvarishga, dori-darmonga, tibbiy kuzatuvga, kommunal xarajatlarda yordamga va kundalik hayotda yaqinlar ko'magiga muhtoj bo'ladi. Shu sababli pensiya tizimida taqimli yoshdan oshgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki parvarish bilan bog'liq qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik odamlar bu masalani juda umumiy tushunardi. Taqimli yoshga kirsa pensiyasiga qo'shimcha qo'shiladi deb o'ylardi. Lekin amalda hamma holat bir xil emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, yana kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Bularning har birida hisoblash tartibi, hujjat talabi va to'lov manbasi farq qilishi mumkin. Hozirgi muhim jihat shundaki, taqimli yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov miqdori ayrim holatlarda 770 ming so'mgacha yetishi mumkinligi haqida ko'p savollar tug'ilyapti. Hammaga avtomatik tushadimi? Bu pul pensiyaga qo'shib beriladimi? 8 yoshga kirgan kundan boshlabmi yoki keyingi oydanmi? Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, kim murojaat qiladi? Bank kartaga tushmasa nima qilish kerak? Degan savollar eng ko'p uchrayapti. Men ekspert sifatida doim aytadigan birinchi gapim shu. Taqimli yoshga to'lganlikning o'zi muhim asos, lekin to'lovning aniq turi va miqdori pensionerning huquqiy maqomiga, pensiya turiga, mavjud hujjatlariga va pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar to'g'riligiga bog'liq. Demak, qo'shnim oldi, men ham aynan shuncha olaman degan qarash har doim ham to'g'ri emas. Har bir holat alohida tekshiriladi. Asosiy qism B. Kimlar bilishi kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Birinchi navbatda 9 yoshga to'lgan yoki 9 yoshdan oshgan pensionerlar va ularning yaqinlari bu mavzuni yaxshi bilishi kerak. Masalan, otangiz 1944 yilda tug'ilgan bo'lsa va bu yil taqimli yoshga to'lgan bo'lsa, uning pensiya ishida taqimli yoshga to'lganligi qayd etilishi kerak. Agar elektron baza to'g'ri ishlagan bo'lsa, ayrim o'zgarishlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Lekin men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pasport ma'lumotida xatolik bo'ladi. Tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha yozilgan bo'ladi. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan bo'ladi. Bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Shunda to'lov kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan naqdin yoshli onaxon har oy 1 million 900 ming so'm pensiya oladi. Farzandlari taqimli yoshdan oshgandan keyin qo'shimcha qo'shilishi kerak deb eshitgan. Lekin 2 oy davomida kartaga faqat avvalgi miqdor tushgan. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib tekshirtirishsa, onaxonning yangi ID kartasi ma'lumotlari bazaga to'liq bog'lanmagan, eski pasport seriyasi bo'yicha pensiya ishi yuritilayotgan ekan. Ma'lumotlar to'g'rilangandan keyin qo'shimcha hisob-kitob qayta ko'rib chiqilgan va tegishli oylar uchun farq ham qo'shib berilgan. Bu yerda muammo qonunda emas, ma'lumot almashinuvida bo'lgan. Ikkinchi misol. Qashqadaryoda yashovchi otaxon taqim 2 yoshda. U kishi yosh katta, ko'chaga chiqa olmaydi, bankomatdan pul yetishni bilmaydi. Pensiyasi kartaga tushadi. Farzandi kartani tekshirsa, qo'shimcha bor yo'qligini tushunmaydi. Chunki SMS xabarda faqat umumiy summa ko'rinadi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasidan pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumotnoma olish. Unda asosiy pensiya, ustama, qo'shimcha to'lov, qarzdorlik yoki qayta hisoblash bo'lsa, alohida ko'rinadi. Shunchaki kartaga qancha tushdi deb qarash yetarli emas.
Uchinchi misol. Samarqandda bir 10 yoshdan oshgan, lekin u boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Yaqinlari esa yoshga doir pensiya oladigan qo'shnisidagi qo'shimchani ko'rib, nega bizda boshqacha deb hayron bo'ladi. Mana shu joyda pensiya turi juda muhim. Har bir pensiya turida ustama va qo'shimcha to'lovlar bir xil qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun birinchi qilinadigan ish pensioner qanday turdagi to'lov olishini aniqlash. Bu yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoki ijtimoiy nafaqami? Nomini aniq bilmasangiz, masalani to'g'ri hal qila olmaysiz. Endi kim xavotir olishi kerak degan savolga o'taylik birinchidan. Saqamin yoshga kirganidan keyin pensiya summasida umuman o'zgarish sezilmaganlar xavotir olishi kerak. Ikkinchidan, saqamin yoshdan oshgan pensioner boshqa hududga ko'chib o'tgan bo'lsa, propiska yoki doimiy yashash manzili o'zgargan bo'lsa, tekshirtirish kerak. Uchinchidan, bank kartasi yangilangan, pasport ID kartaga almashtirilgan, familiya yoki ismda xatolik bo'lgan holatlarda albatta tekshirish zarur. To'rtinchidan, pensioner uyda yotib qolgan. Hujjatlarni o'zi olib yura olmaydigan bo'lsa, farzandlari yoki vasiylari bu ishni o'z zimmasiga olishi kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Deganda men shuni nazarda tutaman. Agar pensioner begona yoshdan oshgan, pensiya har oy vaqtida tushyapti. Pensiya jamg'armasidan olingan hisob kitobda tag'in yosh bilan bog'liq ustama yoki qo'shimcha ko'rsatilgan, hujjatlar to'g'ri bank karta ishlayapti, unda ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin yiliga kamida bir marta pensiya hisob kitobini tekshirtirib qo'yish baribir foydali. Chunki pensiya miqdori o'zgarishi, bazaviy hisoblash miqdorlari yangilanishi, qayta hisoblashlar bo'lishi mumkin. 5-7 ming so'mgacha degan iborani qanday tushunish kerak? Bu yerda gacha so'zi juda muhim. Odamlar ko'pincha 5-7 ming so'm beriladi degan gapni hamma 5-7 ming oladi deb qabul qiladi. Aslida gacha degani ayrim shartlar bajarilganda miqdor shu chegaraga yetishi mumkin. Lekin har bir pensionerda aniq summa boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi asosiy pensiyaga ustama sifatida ma'lum miqdor oladi. Boshqa kishi parvarish bilan bog'liq to'lov oladi. Yana bir kishida qayta hisoblash natijasida farq qo'shiladi. Shuning uchun aniq summani faqat shaxsiy pensiya ishi bo'yicha tekshirish mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat to'lov boshlanish sanasi. Ko'pchilik taqazan yoshga kirgan kuni darhol kartaga pul tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa pensiya to'lovlari oyma-oy hisoblanadi. Ayrim ustamalar tug'ilgan kundan keyingi davr uchun yoki keyingi to'lov oydan boshlab aks ettirilishi mumkin. Agar kechikish bo'lsa, keyingi oyda farq qo'shib berilishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik amalga oshmasa, murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat hujjatdagi tug'ilgan sana. Ayrim keksa insonlarda eski metrika, eski pasport, yangi ID karta va pensiya ishidagi sana bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan, hujjatda 1944 yil 10 may, pensiya ishida esa 1944 yil 10 iyun bo'lib qolgan. Bunday bir oylik farq ham qo'shimcha to'lovning boshlanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi? Albatta tekshiring. Uchinchi nozik jihat pensionerning tiriklik holatini tasdiqlash. Agar pensioner uzoq vaqt bank kartadan pul yechmasa, boshqa davlatda bo'lsa yoki to'lov manzilida o'zgarish bo'lsa, ayrim hollarda to'lovlarni aniqlashtirish talab qilinadi. Bu juda nozik masala, chunki davlat mablag'i faqat haqiqatda huquqi bor shaxsga to'lanishi kerak. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki vakil orqali murojaat qilish tartibini aniqlash lozim. To'rtinchi nozik jihat parvarish qiluvchi shaxs masalasi. Taqamun yoshdan oshgan insonning kundalik hayotda yordamga muhtojligi aniq bo'lsa ham, parvarish bilan bog'liq to'lovlar hamma joyda avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ayrim hollarda ariza parvarish qiluvchi shaxs haqidagi ma'lumot, mehnat faoliyati bilan bog'liq cheklovlar yoki boshqa hujjatlar so'raladi. Masalan, agar parvarish qiluvchi shaxs rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsa, ayrim to'lov turlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar u ishsiz bo'lsa, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shu sababli men buvimga qarayapman, demak pul avtomatik tushadi deb o'ylamang. Hujjat bilan rasmiylashtirish kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. 5-nozik jihat bir nechta to'lovni bir-biriga aralashtirib yuborish. Pensiya, ustama, kompensatsiya, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa, saxovat va ko'mak kabi mahalliy yordamlar bir xil narsa emas. Masalan, 70 yoshdan oshgan pensioner pensiyasiga ustama olishi mumkin.
Shu bilan birga mahalladan bir martalik yordam olishi mumkin. Yana tibbiy ehtiyoj bo'yicha alohida yordam so'rashi mumkin. Lekin bularning manbasi va tartibi boshqa. Odamlar esa hammasini qo'shimcha pul deb ataydi. Natijada chalkashlik yuzaga keladi. 6-nozik jihat. Naqd pul va karta masalasi. Ayrim pensionerlar pensiyani uyiga olib kelib berishlarini xohlaydi. Boshqalari karta orqali oladi. Agar qo'shimcha to'lov tayinlansa, u odatda pensiya bilan birga umumiy to'lov tarkibida ko'rinadi. Lekin naqd berilganda pensioner kvitansiya yoki to'lov varaqasini diqqat bilan ko'rish kerak. Kartada esa bank ilovasidan ko'rilgan summa yetarli ma'lumot bermaydi. To'liq tarkibni faqat pensiya organi hisob-kitobidan bilasiz. 7-nozik jihat. Ortiqcha to'lov va qaytarish xavfi. Agar hujjatda xato sababli pensionerga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyinchalik bu summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men doim shuni maslahat beraman. Agar sizning oilangizdagi pensionerga kutilmaganda odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, darhol xursand bo'lib sarflab yubormang. Avval pensiya jamg'armasidan bu nimaning puli ekanini aniqlang. Balki bu qayta hisoblash bo'yicha qonuniy farqdir. Balki texnik xatodir. Aniqlab olish keyingi muammolarning oldini oladi. 8-nozik jihat. Chet elda yashayotgan pensionerlar. Agar daxl yoshdan oshgan pensioner vaqtincha yoki doimiy ravishda chet elda bo'lsa, pensiya to'lovlari va qo'shimchalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Konsullik ma'lumotlari, tiriklikni tasdiqlash, bank rekvizitlari va boshqa masalalar ahamiyatli bo'ladi. Bunday vaziyatda O'zbekistondagi qo'shnimga tushyapti, menga ham shunday tushishi kerak degan yondashuv yetarli emas. Alohida so'roq berish lozim. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak? Endi eng muhim qism amalda nima qilamiz? Men sizga aniq bosqichlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam. Pensionerning tug'ilgan sanasini tekshiring. ID karta yoki pasportdagi sana pensiya daftarchasi yoki pensiya hujjatlaridagi sana bir xil bo'lishi kerak. Agar eski hujjatlarda farq bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Tug'ilgan sana noto'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lov ham noto'g'ri davrdan hisoblanishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensioner qanday to'lov olayotganini aniqlang. Pensiya oladi degan umumiy gap yetarli emas. Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan MyPonkogud.uz orqali mavjud xizmatlardan yoki telefon orqali ma'lumot olish imkoniyati bo'lsa, rasmiy manbalardan aniqlang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Pensioner o'zi bora olsa, ID karta bilan borsin. O'zi bora olmasa, farzandi yoki vakili borsa, vakolatini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Oddiy holatda quyidagi hujjatlar tayyor bo'lsin. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensionerning JSHSH raqami, bank karta rekvizitlari. Agar vakil murojaat qilsa, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, zarur bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma yoki vasiylik hujjatlari. 4-qadam. Arizadan masalani aniq yozing. Pul qo'shib bering deb umumiy yozmang. Masalan, shunday mazmunda yozish mumkin. Falonchi falon yilda tug'ilgan, akademik yoshga to'lganligi munosabati bilan pensiya to'lovi tarkibida tegishli qo'shimcha. Ustama yoki qayta hisoblash mavjudligini tekshirib berishingizni hamda hisob-kitob ma'lumotnomasini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, xodim ham aniq nima tekshirish kerakligini tushunadi. 5-qadam. Hisob-kitob varaqasini oling. Faqat og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Hammasi joyida degan gap yaxshi, lekin hujjatli ma'lumot yanada yaxshi. Hisob-kitobda asosiy pensiya, ustama, qo'shimcha, qarzdorlik, qayta hisoblash davri ko'rinishi kerak. Agar tushunmasangiz, xodimdan har bir bandni oddiy tilda izohlab berishini so'rang. 6-qadam. Agar xatolik bo'lsa, yozma murojaat qoldiring. Masalan, pensioner taqamdin yoshga to'lganiga 3 oy bo'lgan, lekin hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Bunday holatda yozma ariza berib, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashib qo'yish yetarli emas, chunki keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi. Zarurat bo'lsa, pensiya jamg'armasining respublika darajasidagi mas'ul organlarga murojaat qilish mumkin. Har bir bosqichda hujjat nusxalarini, ariza raqamlarini, javob xatlarini saqlab boring. Bu oddiy tartib, lekin ko'p odamlar aynan shu joyda hujjatlarni yo'qotib qo'yadi. 8-qadam.
Mahalla va ijtimoiy xizmatlar imkoniyatini ham tekshiring. Dakazin yoshdan oshgan pensionerning muammosi faqat pensiya qo'shimchasi bilan tugamasligi mumkin. Agar u yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, dori-darmon xarajati og'ir bo'lsa, mahalla orqali moddiy yordam, ijtimoiy xodim xizmati, tibbiy ko'mak, nogironlikni qayta ko'rib chiqish yoki boshqa yordamlar bo'yicha ham murojaat qilish mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Davlat yordamlarining hammasi bitta eshikdan kelmaydi. Ba'zilari pensiya jamg'armasi orqali, ba'zilari mahalla orqali, ba'zilari tibbiyot muassasalari orqali hal bo'ladi. 9-qadam, oilada mas'ul odamni belgilang. Ko'p oilalarda hamma kimdir qiladi deb yuradi, natijada hech kim qilmaydi. Agar oilangizda akamiz yoshdan oshgan buvi yoki bobo bo'lsa, bitta farzand yoki nevarani mas'ul qiling. U har oy tushgan pensiyani tekshiradi, hujjat muddatlarini kuzatadi, bank kartasi ishlashini nazorat qiladi. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Bu juda oddiy, lekin keksalar uchun katta yordam. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men begiz 70 ming so'm qo'shimchani chiqarib beraman. Oldindan pul bering. Kartangiz raqamini yuboring, SMS kodini ayting. Pensiya jamg'armasidanman, pulingizni tekshiryapman degan gaplarga ishonmang. Davlat to'lovlarini tayinlash uchun hech kim sizdan bank kartangizning SMS kodini so'ramaydi. Hech qachon karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi parolini bermang. Keksa insonlar bunday aldovlarga ko'proq ishonib qoladi. Shuning uchun farzandlar ularni ogohlantirib qo'yishi shart. Yana bir muhim maslahat. Hamma narsani rasmiy manbadan tekshiring. Internetda, Telegram guruhlarda, qo'shnilar orasida turli gaplar yuradi. Kimdir hammaga bet 70 ming tushadi deydi. Kimdir faqat ariza bersang olasan deydi. Kimdir kech qolding, endi berilmaydi deydi. Bunday gaplarning hammasiga darhol ishonmang. To'g'ri javobni faqat amaldagi me'yoriy hujjatlar va sizning shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha rasmiy organ beradi. Demak, Dakazin yoshdan oshgan pensionerlar uchun 770 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasida eng asosiy qoida shuki, bu mavzuni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Dakazin yoshga to'lganlik muhim asos. Lekin aniq summa va to'lov tartibi pensionerning pensiya turi, hujjatlari, bazadagi ma'lumotlari va rasmiy hisob kitobiga bog'liq. Gacha degani hamma bir xil miqdor oladi degani emas. Shuning uchun tekshirish, hujjat olish va kerak bo'lsa ariza berish zarur. Men sizga maslahat beraman. Agar oilangizda qonuniy yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini ko'rib chiqing, pensiya turi va oxirgi to'lov summasini aniqlang. Pensiya jamg'armasidan hisob kitob ma'lumotini olishga harakat qiling. Agar farq bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yoki yaqin qarindosh sifatida yordam bering. Sizlardan iltimos. Kommentariyada yozib qoldiring. Oilangizda akantik yoshdan oshgan pensionerlar bormi? Qo'shimcha to'lov bo'yicha muammo bo'lganmi? Sizga qanday javob berishgan? Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ulashilgan video kimningdir bobosi yoki buvisiga o'z haqini vaqtida olishga yordam berishi mumkin.